Ha. Yaxshi. Men xursandchilik bilan buyruq beraman. Zot oliylari, oshxonadan yonni olib keldik. Yaxshi ish. Rahmat. Aytganingizdek qildim. Xon yo'ldan surgini ham arvoh aybi deb mish-mish tarqatdim. Saroy bo'ylab yashin tezligida tarqalyapti. Zo'r ish qildingiz. Arvoh tez orada jonidan ayriladi. Zot oliylari, bu Givinyo iblisni qatlga hukm qiling. Adolatni joyiga qaytaring, zot oliylari. Fikrimizni inobatga oling. Hamma meni eshitsin. Kecha tunda bu ayol menga g'alati taom tayyorlab berdi va hissiyotlarimni chalg'itdi. Aynan shuning uchun hoziroq uni saroy bosh oshpazi deb e'lon qilaman. Bosh oshpaz? Qanday qilib ayol kishi bosh oshpaz bo'la oladi? Bu yana nimasi bo'ldi? Demak, bugundan boshlab har kuni menga taom tayyorlab berasan. Biroq, agar bir taomni 2 marta bersang yoki taoming menga yoqmasa, boshingni tanangdan judo qilaman. Ayyor kang o'ngon yetmaganidek endi qayerdandir bir arvoh qizni yoqtirib qoldi. U qanday mehribonlik qilayotganiga qarang. Imkon boricha undan qutulishimiz kerak. Xavotir olmang. Qirolicha bunga shunchaki qarab o'tirmaydi. Bu buyuk saroy qirolichasining xanlar urug'ini yo'q qilish uchun imkoniyat edi. Lekin zot oliylari kimligi noma'lum bir ayolni olib keldi. Uni albatta haydashimiz kerak. Ko'rasizlar, zot oliylari yaqinda o'zlari tushunib oladilar. Ayollarga mukkasidan ketyaptilar. Xalq qo'zg'olon qiladi. Meni kechiring, zot oliylari. Ish shu darajaga boshni kutmagandim. Zot oliylari uni shaxsan bosh oshpaz etib tayinladi. Shuning uchun hozir aralasha olmayman. Menimcha, boshqa birovning yordami kerak bo'ladi. Kang'ongon, tashrifingiz sababi nimada? Uzoq umr ko'rgan odam ko'p narsaga guvoh bo'ladi. Kechirasiz, hazrat oliylari. Endi tez-tez tashrif buyuraman. Albatta, bu yerga kelishingizning sababi bordir. Nima gap? Aslida, men arvoh masalasi haqida gaplashmoqchi edim. Arvoh? Ha. Zot oliylari ovqatlari bilan o'ziga rom qilgan o'sha ayyor juvon saroy bosh oshpazi qilib tayinlandi. Go'yo o'zi ayyor emasday. Xullas, nima demoqchisiz? O'sha quyosh turgan kunda paydo bo'ldi. Yana o'sha kuni zot oliylari suiqasd o'qidan yaralangan edi. Nima dedingiz? Zot oliylari yaralanganmi? Nega menga avvalroq aytmadingiz? Zot oliylari sukut saqlashni buyurdilar. Shuning uchun sizga xabar bera olmadim. Ammo zot oliylari uni hatto bosh oshpaz etib tayinlanganini ko'rib, jim qarab tura olmadim. Shu bois sizni ko'rgani keldim, zot oliylari. Hech kim uning naslini ham, o'tmishini ham bilmaydi. Men ham ayolning saroydaligidan bezotaman. Ammo oshxonadagi ishlarni boshqarish menga tegishli emas. Bilaman, sizning vakolatingiz yo'q. Unda hazrat oliylari o'sha arvohni o'zingiz sinab ko'ring. Sinab ko'rish? Bu yaxshi fikr. Agar sinovdan o'tib rostdan ham maqtalgandek mahorat ko'rsatsa, bu vazirlarning e'tirozini bosadi. Agar uddalay olmasa, saroydan quvish imkonimiz bo'ladi.